Assalomu alaykum muhtaram ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli mijozlar va hamkorlar. Korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida tizimli islohotlar olib borilmoqda. Ushbu siyosatni qo'llab-quvvatlash maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan ham bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Bugungi brifingimizda 2024-yil davomida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-yil uchun belgilab olingan ustuvor vazifalar haqida ma'lumot beramiz. Avvalambor Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi qaroriga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida Compliance nazorat departamenti 2021-yil 28-fevralda tashkil etildi. Bank tomonidan tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini xalqaro standartga muvofiqlashtirilib, 2022-yil 22-fevralda davlat ulushi mavjud tijorat banklari orasida birinchilardan bo'lib, bank faoliyatini boshqarish yo'nalishi bo'yicha xalqaro standart ISO 37001-2016 standart sertifikati olindi. Mazkur sertifikat talablari asosida ishlar davom ettirilib, 2023-yilda birinchi muvofiqlik va 2024-yilda ikkinchi muvofiqlik auditidan muvaffaqiyatli o'tildi. 2024-yil davomida bank tizimida mavjud bo'lgan 24 ta vazifa va funksiyalar korrupsion risk darajasiga ko'ra past, o'rta va yuqori toifalarga ajratildi. Ushbu ma'lumotlar e-antikor.uz elektron platformasiga joylashtirildi. O'rta va yuqori toifaga kiritilgan funksiyalardagi korrupsion holatlarni kamaytirish maqsadida tegishli chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Yakka qaror qabul qilish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish maqsadida yo'nalishlar bo'yicha komissiyalar tashkil etildi va avtomatlashtirilgan tizimlarga bosqichma-bosqich o'tish ishlari olib borilmoqda. 2024-yil davomida bank xodimlari o'rtasida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish hamda korrupsion xatarlarni kamaytirish maqsadida jami 2317 ta xodimdan manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan deklaratsiya olindi. 1716 ta shartnoma bo'yicha kontragentlar o'rganildi va manfaatlar to'qnashuvi yoki salbiy holatlar aniqlanmadi. Xarid jarayonlari doimiy ravishda o'rganilib kelinmoqda. 2024-yil davomida bank tizimi xodimlari uchun 76 ta o'quv seminar va davra suhbatlari tashkil etildi. Ularda 2395 nafar xodim ishtirok etdi. 5 nafar xodim ISO 37001-2016 xalqaro standarti bo'yicha o'qitilib, maxsus sertifikatga ega bo'ldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qo'llanma ishlab chiqilib, 675 nusxada chop etildi va xodimlarga tarqatildi. O'zbekiston Respublikasining Mustaqillik kuniga bag'ishlab, biz korrupsiyaga qarshimiz shiori ostida 21 ta bank xizmatlari markazlari o'rtasida Asaka Bank raisi kubogi 2024 mini futbol musobaqasi tashkil etildi. Nukus bank xizmatlari markazida 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. 2025-yilda Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida quyidagi ustuvor vazifalar amalga oshiriladi. Byurokratik to'siqlarni aniqlash va xizmat turlarini raqamlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Bank faoliyatida maishiy va tizimli korrupsiya omillarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi. Mahalla bankirlarini korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Omonat xizmatlariga FSID tizimini joriy etish ishlari yakunlanadi. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xaridlar salmog'ini tushirish choralari ko'riladi. Bank balansini optimallashtirish maqsadida xizmat avtomobillari kamaytiriladi. Jismoniy va yuridik shaxslarga kredit ajratish jarayoni avtomatlashtiriladi. Antifrod tizimi takomillashtirilib, kiberkorrupsiya va kiberjinoyatlarning oldi olinadi. Har chorakda amalga oshirilgan ishlar va yuzaga kelgan holatlar muhokama qilinib, tezkor chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Xulosa o'rnida aytish joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish faqatgina huquqiy va ma'muriy choralar bilan cheklanmaydi. Ushbu jarayonda xodimlarning ongini o'zgartirish, ularda korrupsiyaga nisbatan murosasizlikni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Asaka Bank O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilagan adolat, shaffoflik va raqamlashtirish tamoyillariga amal qilgan holda inson omilini kamaytirish va ishonchlilik hamda barqaror taraqqiyot yo'lida korrupsiyaga qarshi kurashishni davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.